Abadiy qahramonlar? Longhavchi insonlarni porlashi bizning hamma narsadan ustun bo'lgan jasorat va qat'iyatimiz tufayli. O'tgan ming yillarda abadiylik va yaratilish ilohiy muhri taxtisiz ham inson qahramonlari o'z jismidan voz kechishni tanladilar. Abadiy qahramonlarni uyg'otish uchun yulduz hududiga kirdilar. İnsanlar uchun haqiqat va javob izladilar. Garchi ular qaytib kela olmasalar ham. Janob Siyahu, shu yo'l Siya. Yana Yevushang. Demak, bu yerga kirganingizdan so'ng sizlar yo'qolgansiz. Ular bir kun kelib, kimdir abadiylik va yaratilish ilohiy muhri taxti tomonidan tanlanishiga ishonishdi. Kimdir o'sha yulduz hududiga boradi, insonlar uchun haqiqiy tinchlik g'alaba keltiradi va ular o'sha odam uchun, ya'ni sen uchun, Longhavchi